Ula bıngıllab kechpayt bilan uxlatmading. Sizlarda ham chaqyaptimi? Kechpayt bilan meni chaqirib jonimga oldi iflos. Yo'q, chaqayotgani yo'q. Nima meni chaqadikina? Qaysi gunohim uchun, ha? Sababini men bilaman. Nima ekan, ha? Siz ajdodlaringizdan kechirim so'ramagansiz. Nima? Siz undan ko'ra o'tirib olib ajdodlaringizdan kechirim so'rang. Ajdodlarimni chivinga nima aloqasi bor? Ajdodlarim paytida ham chivinlar bo'lgan, ularni ham chaqqan. Nima farqi bor? Undan ko'ra kechirim so'rang. Bo'lmasa pashshalarga talanib o'tiraverasiz. Sen psixologga emas, psixlarga borganga o'xshayapsan. Ayağın konu adastı. Ayağı kapı. Dama adası. Mani shaxsiy chegaramni buzib o'tding, qara. Qanaqa yana shaxsiy chegara? Mani o'zimni shaxsiy chegaram bor. Bolalaringiz ham, siz ham buzib o'tishga harakat qilmanglar. Bunga men aslo yo'l qo'ymayman. Monopoliya qilmanglar menga. Bunaqa xotinni yo bo'g'ib o'ldirish kerak, yo cho'ktirib o'ldirish kerak. Shirin qovun deb seni aldab sotibdi. Shirinmas ekan umuman. Menimcha sizni bolalikda yaxshi ko'rgan o'yinchog'ingizni olib berishmagan bo'lsa kerak. Nima? Qanaqa o'yinchoq? Nima aloqasi bor qovunga? Chunki siz hozir shuncha qovunni yeb turib, oxirida uni bemazaligini bildingiz. Demak, bolalikda yaxshigina travma olgan ekansiz. Anaqa miyamda-chi, lekin mantiq degan so'z yo'qolib boryapti-da borgan sari. Mana shu ham travmadan. To'xta, ikkinchi gapni gapirma. Yo'q, yur. Qayerga ketaman? Sen ajdodlaring bilan bir maslahatlashib kelgin, yoshlikda olgan travmalaring bilan bizni shaxsiy chegaramizga ko'p aralashib boryapsan. Sasa tugilapa. Bularga men shaxsiy chegaramni ko'rsatmoqchi bo'lsam, bular meni eshikni ko'rsatib qo'ydi-yu. Menga qarang, onlayn kursim sizga umuman ta'sir qilmabdi-da, bo'lmasa sizcha offlayn kursimni 3000 dollarligini bor yo'g'i 2500 dollarga olsangiz cho'tga ta'sir qilib beradi-da. Hamma. Xayr, ajdodlaringga bizdan salom ayt.